O'rtoqlar, bu Muhammad Muso hammaga assalomu alaykum deb qo'ychi. Muhammad Musoning yoshi 3 yoshda kelayotgan bo'lsa, bir oy ham bo'lmadi shekilli adashmasam. Hozir ko'p yozishyapti odamlar, olmayapsiz. Naborimiz yopiq. Muhammad Muso hozir suvga tushib, mana shu yerda suv beradi, o'rganganini ko'rsatadi sizlarga. Bir oy davomida nimani o'rganganini ko'rsatadi. Muhammad Muso bitta suv berasan, keyin suv beradi. Xo'pmi? O'zingni yetding. Mana Muhammad Musoning ko'zini taqamiz. Boshini suvga qo'yib bitta suv berasan, Muhammad Muso. Xo'pmi? Xo'p. Like qo'yinglar deb qo'ying. Yetgan? Muhammad Muso bitta basseyn suzib, bu odam yoqqa borib suzadi. Sizlar Muhammad Musoning suzganini ko'rib, agar yoqsa suzgani, bitta like qo'yib, kommentariyaga zo'r suzingni yozib qo'yinglar o'rtoqlar. Muhammad Muso yoshi 3 yoshda, bir oy davomida o'rgangan narsasini hozirga ko'rsatadi. Hozirga tushirib qo'yman, chunki sakrab tushishni hali o'rgatmadi. O'rtoqlar, mana tushirib qo'yganman o'sha Muhammad Muso. Muhammad Muso o'sha devor ushibdi. Hozir Muhammad Muso menga qarang. O cho'pni boshigacha bitta sulasan, cho'pgacha qaytib berasan, xo'pmi? Boshini suvga qo'yib, xo'p, masalan, 1, 2, 3 boshiga qo'yib, xo'p. O'rtoqlar, like arzimaydimi? Juda ham arziydigan like. Yaxshi. Muhammad Muso, menga qarang. Kelar. Muhammad Muso, kelar. Yaxshi, barakalla. Barakalla deb yozib qo'yinglar. Like bosib, yurakdan qizartirib qo'yinglar. Mana Muhammad Muso bir oylik rezultat, natija o'zi gapiradi o'rtoqlar. Bo'ldi.